Odam payg'ambar qissasi. Avvalida faqat Allohning yakka o'zi bor edi. Alloh hali hech bir mavjudotni yaratmagan edi. U bilan birgalikda hech narsa yo'q edi. Keyin Alloh yaratishni xohladi va bo'l dedi. Chunki Alloh biror narsani yaratmoqchi bo'lsa, faqatgina bo'l deyishni o'zi yetarli. Va bo'l degani shu zahoti bo'ladi. Alloh bo'l dedi. Yulduzlar bo'ldi. Alloh bo'l dedi. Dunyo bo'ldi. Osmon, bulutlar, daraxtlar, gullar, mevalar paydo bo'ldi. Alloh bo'l dedi. Asalarilar, kapalaklar va chumolilar paydo bo'ldi. Qushlar, baliqlar, jayronlar, yo'lbarslar, fillar paydo bo'ldi. Alloh bo'l dedi. Qo'ylar, tez yuguruvchi otlar va katta sigirlar paydo bo'ldi. Va Alloh bo'l dedi. Tuproqdan bir inson paydo bo'ldi. Bu birinchi inson edi. Alloh unga Odam deb ism qo'ydi. Odam ato avval jannatda edi va juda mamnun edi. Ammo u yolg'iz edi. Koshki odamning ham bir do'sti, jufti bo'lsa edi. Alloh shunda momo Havoni Odam atoga do'st qilib yaratdi. Odam ato bilan momo Havo birgalikda go'zal hayot kechirishardi. Chunki jannat juda go'zal joy edi. U yerda ko'ngillari nima istasa bor edi. Turli tuman gullar va ko'plab mevali daraxtlar bor edi. Barcha daraxtlarga chiqib, istagan mevalaridan yeya olishar edi. Ammo bittagina daraxtga ruxsat yo'q edi. Alloh taolo hech qachon bu daraxtga yaqinlashmanglar degan edi. Bu taqiqlangan daraxt edi. Uning mevasi ham taqiqlangan meva edi. Odam ato va momo Havo jannatda juda baxtli edilar. Ammo shayton umuman xursand emas edi. Chunki u odamni yomon ko'rardi. Tabiiyki, momo Havoni ham hech yoqtirmasdi. Alloh shaytonni olovdan yaratgandi.